Yana o'sha siz bilgansiz kutgan Muhammad Gamer va hammaga rahmat do'stlar. Yaqinda 1000 kabellik va men hozir chaqirishdi. Yoningga to'pponcha o'sha pistolet ham olib kel, juda ham ko'p miqdorda o'qlar bilan deyishdi dedi bitta jitel. O'sha kitobxon jitelimiz bor. O'sha chaqirdi. Hozir endi esa boraychi. Ustimga breni va quruvchilik o'zingga bor narsalaringni olib kel dedi. Unday bo'lsa men hozir borib kelay. Mana hozir o'qlar hammasini oldim, adashmasam agar. Mana o'zimga bor instrumentlarni ham oldim. Aytgancha buni bitta o'qlab olaylik. Buni ham o'qlab olamiz. Va bu yoqqa tursa bo'ladimi? Yes, of course. Bo'lar ekan. Yotib turishimga mayli, lekin narsamni tegma. Ketdik. Pistoletni yashintiray, kimdir ko'rib qolsa noto'g'ri ma'noga bormasin, uni o'ldirishga bordi deb o'ylamasin. Wow! Bu mashinani qaranglar. Dunyoda eng qimmat sotilgan mashinalardan biri bu. Oh my god, bularni qayerdan oldi? Kimniki ekan bu? Salom jitel, qalaysan, yaxshimisan? Salom Muhammad Gamer, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima sotyapsan? Shu o'qishga kerak bo'ladigan narsalar. Sendan nimaga chaqirganimni asl maqsadi bilasanmi nima? Yo'q, bilmadim. Ko'chaga ko'rdingmi? Ikkita mashina turibdi. Ko'rdim. Eng qimmat mashinalardan biri u. O'sha mashinalarni shunday qilib joylash kerakki, yashintirish kerak, ya'ni hech kim tega olmasin. Shunday. U kimniki aslida bilsam bo'ladimi? Meniki ana u tanlovga yutdim narsa devdim-ku. O'sha shu ekan, ikkita berishdi. Ikkita yutib oldim. Evaziga nima berasan? Taxlab bersam? Senga evaziga o'sha ko'rganingdan qorasi o'zimga yoqdi, shu uchun ko'kini olsang mayli. Baribir ikkitasini nima qilaman bir o'zimga. Rostdan. Faqat ishing sal xavfliroq, biron kishi hujum qilib qolishi mumkin-da. Ya'ni kim masalan, zombilarmi? Yo. Banditlar, zombilar yoki o'zimizning qishloqdagi bir ikkita jitellar. O'zing himoya qilishing kerak, hamda mening mashinamni ham. Agar mashinamga biror narsa bo'lsa, demak senga bermayman va o'sha mashinaning pulini sen to'lashingga to'g'ri keladi. Voy, bu qiyin-ku. Men ketdim. Yaxshilab o'ylab ko'r. Ertaga javobini aytaman. Hay, kutaman. Mana shu mashina meniki bo'lishi mumkin, ko'k rangi. Mayli, ketdim men. Nima qilib bir sinab ko'ray chiqay mayli. Voy, bir tiqilib qoldim. Hoppa. Voy. Jitel, tur, uyg'on. Mana uyg'onib ham oldim. Endi esa ketdik. Men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Kuchimdan, qo'limdan kelsa kerak, kuchim yetsa kerak zombilarga. Bandit qanaqa bandit keladi? Shu uchun rozi bo'laman. Jitel, men o'ylab ko'rdim. Men o'sha
garajni qurib berishga roziman yer ostiga. Mana bular ekan-ku, yaxshi. Unday bo'lsa ishni boshla. Mayli. Sendan so'ramoqchi edim. Har kun haydaysanmi u mashinani yoki yo'qmi? Yo'q, har kun haydamayman. Unday bo'lsa og'zi yopiq turadi. Katta ish qurilmaydi, qachon kerak bo'lsa sindirib kesib olinadi. Ungacha biz mashinani qizil salon shu yerga qo'yamiz. Albatta eshigini yopib qo'yishimiz kerak. Endi esa bu avtomatni ham so'rab tursin. Bunda bizga kerakli bo'ladigan narsalar bunisini pauzaga qo'yib taxlab olaman. Va mana qarib lisensiyalar qismiga ham keldik. Unday bo'lsa juda ham kamgina ish qoldi. Kechasi ham ishlayapman. Uxlab turibman. Mashinani mana sig'sa kerak deb o'ylayapman. Juda ham chuqur qilganman. Ko'rishlaringiz mumkin. Max. Adashmasam yana bir qancha bunaqa bloklardan qolgan. Mana hech kim bilmaydigan qilamiz hozir. Yana bir marta qilgan xatoni ikkinchi marta qilmaydi odam. Men qildim. Bak mana. Yaxshi. Endi esa bu yoqdan bitta chuqurcha qilamiz. Mana. Yaxshi. Endi mana bu yerdan ham qilish kerak degan fikrga keldim. Mana shu yerdan yana mana endi esa bu yerni
yopish kerak. Biz tomini oddiygina nimalar bilan yopamiz. Chunki hech kim bilishi kerak emas bu yerni. Ichi hashamatli to'g'ri, tashqarisi bunday bo'lishi kerak emas. Hozir 5 minut kutib turing, qarasi. Mushugim sal injiqroq. O'shani aytganini qildirmasa jim o'tirmaydi, mavillayveradi. Eshik ochib berdim. Alhamdulillah. Endi esa chiqaman deydi, o'zi kelaman. Kevera. Mana asosiysi Jitilning mashinasi juda ham xavfsiz va ishonchli joyda. Endi esa bu bilinmasligi uchun mana bunday qilib chiqamiz. Miki. Ismini so'raydiganlar bo'lsa, albatta mening mushugimning ham ismi bor. Eshitganlaringizda Miki ismi. Mana bunday qilib chiqsak, shunda ishonarliroq bo'ladi. Mana osongina. Zato garajimizga 0 ta mashina bor edi va bitta mashina qo'shildi. Tamam, bilinmaydi. Hatto ko'zi Jitilni ham topolmasa kerak. Jitil, mashinang yashirindi. Ko'rdim. Va yana derazadan ko'rdingmi? Ura, rahmat. Mashinani olishing mumkin, menga yo'q deshing. Derazadan qarab o'tirdim. Hay, rahmat. Unday bo'lsam, rahmat senga ham. Muhammad Gamer, nimaga avtomat olding? Ikkinchi mashinangni ham menga berarsan. Yo'q. Eshitmayapsanmi? Ol. Hazillashuvdim, Jitil. Nimaga otding, hay? Shunchaki hazillashuvdim. Kechirasan. Maras. Ablah. Hay, kechirasan. Endi esa ketsak ham bo'ladi. Buni ochilishini qaranglar, asalchani. Hoppa. Wow, qaranglar, ochilganini. Shunchaki haydash kerak, tamom. Wow. Faqat qishloqqa arzimaydi haydash buni rostdan ham. Juda ham qiyin qishloqqa haydash. Wow. Hattoki suvga ham harakatlana olar ekan. Ko'rib turganingizdek. Men har kun haydayman, meni yashintirishim shart emas, to'g'ri. Unga lekin yashintirish kerak edi. Hali men ham o'zimga mashinam shuncha
yaratdaman. Oppa, hozircha shu yerga tursin. Juda ham chiroyli Mercedes-Benz ekan. BMW va Mercedes fanatlari bittadan like bosinglar. Kim BMW bo'lsa BMW deb yozsin. Qani BMWchilar ko'pmi, Mercedeschilar ko'pmi ko'ramiz. Bu chiroy ham отдельный tema. Da. Bunday bo'lsa hammaga xayr desa, bugun sizlar bilan men Muhammad Gamer bo'ldik. Hammaga xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.